Sizda ham chorvangizda shunaqa osul kasallik bo'ldimi, qanday davolashni bilmayapsizmi, hech topa olmayapsizmi? Unda bu video siz uchun. Ekrandan uzoqlashmang va bizlar ish jarayonimizni kuzating. Nasib qilsa yaxshi bo'lgandan so'ng sizlarga batafsil ishlatgan dorilarimizni ko'rsatamiz. Agar dorilar qiziq bo'lsa, direktga yozsangiz yo telefon qilsangiz, qanday dori ishlatganligimiz haqida ma'lumot beramiz. Bismillah. Ushlang. Assalomu alaykum hurmatli fermerlar, chorvadorlar, chorva ishqibozlari. Yodingizda bo'lsa, mana shu ho'kiz yashur kasalligi bilan kasallangandi. Mana hozir davolaganimdan keyin yaxshi bo'lishiga sababchi bo'lgandan keyingi holati. Agar yo'q bu boshqa ho'kiz deydigan bo'lsalaring, mana oldingi videosi bilan qo'shib birga qo'yaman. Bu o'zi mana bir video olgan joyimiz mana. Solishtirib ko'rasizlar. Agar qiziqqanlar bo'lsa telefon nomerimni qoldiraman. Shu raqamga telefon qilib ma'lumot olsalaring bo'ladi. E'tiborlaring uchun rahmat.